Assalomu alaykum. Uyqusizlikdan charchamay katta yo'lni har 5 minutda borib xabar olayotgan dehqon akalarimiz. Qandaysizlar? Mazalar zo'rmi? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa asqaldi akalar, bugun mana 12-mart soat 3 bo'ldi. Hademay tong otadi. Quyoshni bir amallab quloqdan tortib chiqarib olsak, inshaalloh mana yaxshi bo'lib ketar nasib bo'lsa bu akalar. Bugun kechqurunda o'tkazib olsak, bugun o'tdi mana. Bo'lsa kechasini yaxshi o'tkazib olsak bo'ldi, xudo xolasa. Ertandan nasib bo'lsa issiq bo'lishi kerak-ku. Hammaga omad. Dehqon akalar, charchamangizlar. Xudo xolasa eson-omon chiqarib olaylik hammamiz mana shu dehqonchiligimizni sovuqlardan. Hammani xirmoniga baraka. Ro'zada qilgan niyatlari o'zining o'ylagan niyatlariga yetib yursin akalar. Hamma dehqonlarimiz mehnatiga yarasha hosilni olsin. Planlardan da ziyod bo'lsin, xudo xolasa akalar. Hammaga omad.